Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı katılımcılarım, hurmatlı küzatuvchilar. Mana biz hazır Yigipet şahrında, Misir şahrında kitap jarmarkasi bo'lib o'tadi. Bu 75-chi jarmarka ekan. Bu bir yilda bir jolu barliq dunyoning kitoblari, islom diniy kitoblari kelib ushul yerda jarmarkasi bo'ladi ekan. Ayvay el ko'p. Hozir mana men sizlarga ko'rsatayim, mashinalar ayvay ko'p. Xudoy buyursa elda ko'p. Hozir sizlar bilan içine kiremiz. Hozir Xudoy buyursa jetkeni qoldik. Bizden alıştabağınızlar. Xudoy buyursa kitap jarmarkasini bardığınızlar biz bilan qo'shib ko'rasizlar inshaalloh. Buni elning qavfsizligi uchun dag'in Поверните налево. birinchi o'ringa elning qavfsizligini qo'ygan. Hozir bu почти 2,5 kilometrdan alışdan to'sib qavfsizlik, parkovka öt bar joqda esga olib mixti ishtirishadigan 75 yildan 75-chisi bo'lsa yilina bir yo'l bo'la turamiz. 75 yildan beri ulanib keladi degandan bildiradi. Hozir kilovataz mana tekshirib Через 200 метров поверните направо. to'xtatib turamiz. Bizda atayin ruxsat bilan kirgizadigan 13-chi. Biz hozir buyursa boshqa eshigini borib o'shul yoqdan kirganga buyursa harakat qilamiz. Al ofitsialniy Misir shaharliklari uchun atayin Направляйтесь на запад, затем поверните направо. eshik ekan, kod bilan kirgizadi ekan. Mana yerga kelib 5 junaydan bilet olib, andan keyin Xudoy buyursa kiradi ekan. Alaslar 5 junaydan. Şu ruhsat qog'oz bilan Xudoy buyursa Через 150 метров поверните направо. biz Xudoy buyursa buni chekni oldik. Endi kirganga harakat qilamiz. Qanday bo'lsa bizdan olsangizlar buyursa sizlar da o'shuncha olisdan bo'lsa dag'in o'z ko'zingizlar bilan ko'rganga nasib qilib jatadi. Xudoy buyursa Поверните налево, затем поверните направо. Emin sumkalarni mana yerdan shuncha qavfsizlikni yaxshi qarashat ekan. Rahmat. Barakalloh, shuncha elni qavfsizligi barlig'ini esga olib qilganlarga Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli ko'rarmanlar, mana hozir biz buyursa kirdik. Buni bu belgilab qo'yib turib, eldir bizda Dordoy bozoridan o'shintib kelgan bo'lsa, bularda kitob yarmarkasina o'shintib keladi ekan. Ko'rdingizlarmi? Ilimdu o'sat, ilimsiz to'zot degan bekardan emas. Mana ko'rdingizlarmi? Ilim uchun, kitob uchun qancha el kitobga qiziqib kelyotadi. Hurmatli qatnashchilar, mana biz hozir kirar yerda bunday shunday dikstaka emas, o'zlarini qo'z asboblari bilan to'sib olyotadi. Mana Xudoy buyursa
kirdik. Buyursa buna bismillah deb kirdik mi? Çoğduğunu qaraqla, çoğduğunu. Oy boy, boy boy. Bak, kitaptı. Bağlagan kitaplardı ona. Bağları. Oy boy. Evet, evet. Bağlagan kitabını. Broşurkalardan Поверните направо, затем поверните направо. Qarаңыздар, бұл жағы кетті. Өт бардық. Қатарды қараңыздар, қатарыны. Bir çekeden başlayalım hemen. Baştan емес, biz ortasından düşüp aldık. Her bir bölüktür özünçü. Rumeniya. Her bir mamleketten de keletigen, ona Katar mamleketini kelgen buna. Her bir mamleketke özünçe орын беріледі екен. Bu имараттық екен. Her bir memleket özünçe bunday айтқанда burçu бар екен мына. Kitap yarmarka, özünü tanıştırу. Tarihi. Buna bu kol önür çölügü eкен. Atayın koldu. Buna brendовый sumkalarda, brendовый buyumlarda sigetigen hem bul jagı imaratı. İmaratqa qaraştуу burç eкен bu. Aytып berip жатат. Burç eкен. Bizde bu жерде Kur'an'dardı her qayсы tilge kotorulğanı jana Saud Arabiyasına qaraştуу burç eкен. Bu жерде tarixlarini, kitaplar vardı. Tafsir kitaplar büyük vardı. A, B, C, D bolup şunday bolup keter eken. Atayın jaş baldardı okusu üçün de oku kuralları Arap dili boyunca.
Kur'an'ların türleri. Bizden kalagan mana tacvid Kur'an, kalagan Kur'anlarımızdardı alsanızlar bo'lib. Qanday cho'ng kitaplarda qo'yib qo'ygan elektronniy sonu. Bu tip ustazlar kitaplarda qarab har bir mamlakatda o'zi burchi bo'ladigan o'zining tarixini arab tilida dayardab shunday olib keladigan. Biz Xudoy buyursa hozir dunyoni durkiratayotgan Amerika burchuna keldik. Buni Amerikani jahon texnologiyalari o'z kitablari ingliz tilida. Trump aka o'stiradi. Var Trump bilan suratga bu Qatar mamlakatiga qarashli burch ekan. أحسن الناس Mantip مية مية. oyunlarda uyuşturadi ekan. برافو ريان. مش هينفع نحط القالب القديم. Har bir mamlakat, Arab mamlakatlari boshqalar o'shanda o'zlarining burchlarini bu yerda Madinadan kelishibdir. Madinaning tarixi mana Qur'onni tip nusxasi. Aytor, hayyavay. Cho'ng. Mana bizda Qirg'izistonliklar qalpoq bilan yurganini ko'rganda barliq yerda suyunaysan. Mana qarangizlar, bular ikkinchisi ekan. Bu uchinchisi shundaydan 7-8 bor deb o'tadi. Hozir biz birinchisini, uchinchidan kirib biraz vaqt aylandik. Ayyoy, cho'ng. Qarangizlar. Bu uchinchi korpus. Ikkinchi korpus. Hozir biz Xudo buyursa birinchi korpusga boruga harakat qilamiz. Hozir mana ikkinchi nimaga kirdik. Ikkinchi xil A, B deb polni jazg'an ekan. Qarangizlar. Bu yerda birla men boshida adashib turman. Bu dunyolik kitap yozuvchilari, dunyolik literatura kitap, adabiyot kitap bo'lsin,
романдар болsun, жашоосуна kim qanday kitap жазса alып kelip ушул жерде көрсөтөт экен. Мен жана айтпадымбы? Бул диний китептер жок, диний эмес, дүйнөви бардык улуттардын өздөрүнүн китептерини алып келип ошол китеп ярмаркасы деп коет экен. Ошон үчүн эле адашпаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендей, биз адашпын. Ошо адашканымды тууралап кетейин. Бул жерде дүйнөлүк чоң державалардыкы бүт бардык мамлекеттердин тарыхый китептери жана бүт диний болсун, дүйнөви болсун, романтика болсун, интеллигенция болсун, бүт бардык китептер бар экен. Азыр биз биринчи полга келдик. Мындайдан канча бар экен азыр тактап туруп айтабыз. Аны дүйнөлүк китептер. Dünyalık kitaplardan poemiya bolsun, poeziya bolsun, tarix bolsun, mana meditsina bolsun, büt mana kitaplar bor ekan. Mana qanday kitap bolbosun, mana 100 eng kuchlilar degan kitap bolsun arab tilinde mana. Ko'rdingizmi? Dünyalık kitap jarmarkasi desek to'g'ri bo'ladi. Mana yosh bolalar uchun qarangizlar, meni o'stirish uchun büt bardıq narsalar bor ekan. Men kelganimda ayoy quvonchdaman. Xudoyim buyursa kelmaganlar videodan ko'rib bo'lsa dag'in rohat olsin degan maqsadda sizlarga ko'rsatib jatam. Böyle komentarlar yazıp жүрбөңүздөр. Көргөнүң не болуптур? El көрсүнгө неме кылып атасың деп. Ооба, el көрсүнгө, el билсинге. Мына атайын немелер үчүн жасалган экен. Мына китептерди караңыздар. Атайын адамны бетине кылып коюптур. Бүт медицинага дагы өлө керек. Bu meditsina tarmoq boyunca yosh bolalarni qiziqtiradi. Kitap jarmarkasine kelganime ayoy quvonchdaman. Sizlarga dag'in Xudoyim buyursa qo'ldan kelishincha ko'rsatuvga harakat qilamiz dag'in. Bu Xudoy buyursa 21 yanvardan 1-2 fevralga cheyin 10 kun aralığında bo'ladi ekan. Dünyalık birle Mısır'daki emas, dünyalık birle Arap dünyası emas, dünyalık kitap yazganlar bardı. Ошол жерде kitaplarını el jurtqa ortasına satууга dagы koyot ekan. Mana hazır qarasam her bir nemeni ko'rdingizlarmi? Her bir bunday aytganda kitap yozuvchi bo'lsin, qaysi mamlakatdan, qaysi olamdan bo'lmasin, kerak bo'lsa xristian bo'lsin, budizm bo'lsin, qaysi dinlar bo'lsa da bardir kitapları bor ekan. Meni o'yg'ontu, yosh bolalarni tarbiya qiluv, matematika, tabiatni qo'rg'ov, büt kitaplar bor ekan. Sizlardan sunuş berem. Xudoyim buyursa akçanızlarda kiyim-kechakka ishlatmay mana kitapga qiziquvga chaqirib ketaman. Mana Xudoyim buyursa bu yerda mana 4 3 2 1 oshunday cho'ng nimada 4 zdaniyada, qanday aytganda hozirgi izleyicilerimizde aytganda qalb aytmasam 4 Aziya Mol'dan 4'ü ekan. Aziya Mol'dan 4'ü. Oşul bardığı kitap, dünyavi kitaplardan, dini bolsun, medisina bolsun, kompüter, büyük bardığıdan var ekan. Ne demek şimdi? Emi kitapga ko'ngil burunguzlar. Kitap bilen yaşaylı.
kitap menen ölü desek de to'g'ri bo'ladi. Sebebi kitapni ustunda o'qib yotib jam berүү dagы qanday yaxshi. Kitap bu insonning do'sti bo'lish kerak. Bardığınızlarga nasihat qilib ketem. Kitapni ko'proq o'qingizlar. Ha. Saat 2'de kirgenimiz 3,5 saatte dağın to'liq aylanib yutgan jo'qmiz. To'liq aylanib yutgan jo'qmiz. Bu birinchisi Xudoyim buyursa dağın hukkumga teң kelamiz degan niyatdamiz. Hozir biz turgan biriler 3-cü hol deb qo'yildi, ha? Biriyle holdu qaysi kitapxona qaysi жерде жайланышканына бүт мынтип картасын тартып коюп туруп аябай жакшы. Биз деле супермаркеттерде немелерде Азия Мол сумдарда ушинтип көрсөтүп койсо менимче элдерге аябай ыңгайлуу шарт түзгөн болот элек. Mana uşu menen Kudayım buyursa bugünkü bu 4-cü gördünüzmü? 3-4 kılıp turup uşun tip nime kılıp koysa aябай ыңгайлуу болот. Sunuş beretelim. Bizdin Азия Мол болsun, Сум болsun, Гум болsun uşun tip her birine ordularda telefon var, başka var bu kılıp koysa mıhtı bulmak. Ellerde başına ayağa çeyin vaktini getirmey gerekli faydalı bölümlerde izleyip tavuk almak.